Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, tushni sun'iy intellekt orqali ta'bir qildirsa bo'ladimi? Islomiy ta'bir qilib ber deyilsa, ba'zidaylar keltirib ta'bir qilib beryapti debdilar. Yo'q, tushni sun'iy intellekt orqali ta'bir qilib bo'lmaydi. Bundan faqat o'sha tushda ishlatiladigan uslublarni o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni umumiy asoslar. Masalan, tushda mushuk nimaga dalolat, it nimaga dalolat, xo'roz, tovuq nimaga dalolat va hokazo. O'sha narsalarni agar to'g'ri chiqarib bersa o'shanda men bilmayman uni qanaqa darajada to'g'ri chiqaradi yo'q. Agar to'g'ri chiqarib bera olsa, o'sha asoslarini o'rgansangiz bo'ladi. Lekin u tushni baribir inson o'zining holatiga tushishligi bor. Ya'ni har xil odamning holatiga qarab ta'bir qilinadi. Masalan, tush ta'birlari kanallarda ko'p aytganmiz. Bir odam Ibn Sirinning oldiga kelib tushimda azon tepman ekan desa, o'g'risan degan. Yana bittasi kelib azon tepman ekan desa, haj qilasan degan. Ya'ni hammaga har xil bo'ladi. U intellekt sun'iy narsa buni qayerdan biladi? Bilmaydi u odamning holatini, ya'ni. Shuning uchun uni mana shunday ekan deb ishonib bo'lmaydi. Quruq Google orqali ham ta'bir qilib bo'lmaydi tush ta'birini. U sun'iy intellekt degan narsasi hammasi shunga bir xil bu, ya'ni Googledan ko'rib yoki boshqadan uni ta'bir qilib bo'lmaydi. Tushdagi ko'rgan odamning holatiga qarab, nima holatda yashayapti o'zi u. Mana shunga qarab ta'bir qilinadi. Bu sun'iy narsalar hech qachon buni o'rnini bosa olmaydi va bu narsalarga suyanmaslik ham kerak. Chunki aks holda ertaga Dajjol chiqsa, Dajjol ham mana shunaqa uslublardan foydalanadi. Ya'ni, masalan, bir odamning oldiga olib kelib, otasini tiriltirib, onasini tiriltirib gapirtiradi deyilgan. Bu o'sha hozirgi zamondagi ana shu sun'iy vositalar orqali gapirtirib, haq mana shunga ergash deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, Dajjolning yonida ikkita farishta turadi, bittasi rost aytyapti deydi, bittasi yolg'on aytyapti, bittasi yolg'on aytyapti deydi. Unisi keyin yolg'on aytyapti degan farishtaga rost aytyapti deydi. Odamlar lekin yolg'on aytyapti degan farishtani eshitmaydi-da, rost aytyapti degan farishtani eshitib olib, mana Dajjol rost aytyapti ekan deb unga ergashib ketadi degan. Ya'ni mana shunaqa fitnalar bo'ladi. Odamlar mana shunaqa sun'iy intellektda narsa so'rashga o'rganib qolsa, ertaga Dajjol chiqib o'sha Googledan izlab berib, odamlarga fatvo bersa ham keyin ergashib ketaveradi, Google ham aytayapti deb yoki mana sun'iy intellektda aytayapti deb. Shuning uchun bu narsalarga qarab hech qachon amal qilinmaydi. Yaqinda eshitdik, mana bir xotin eri bilan ajrashib ketibdi nimaga desa, sun'iy intellektdan boshqadan so'rabdi, erimni o'ynashi bormi deb, ha deb, bu alomatlaridan shunaqa debdi, keyin eridan ajrashib ketdi deyapti. Erini xiyonatda ayblab. Bu narsa hech qachon shariatda bunga qarab hukm qilinmaydi, ya'ni. Aks holda mana shunaqangi fitnalar eshigi ochilib ketadi. Allohu alam.